Assalomu alaykum. Qasqonda bir vaqtda 4 xil tayyorlanishi oson, foydali va mazali taom tayyorlashni ko'rsataman. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, bu jonim baho bergan. Birinchi bo'lib go'shtlarimizni tayyorlab olgandan so'ng go'shtni ustiga surtiladigan marinadni tayyorlaymiz. Quritilgan achcha, kashnich va zarani idishga maydalab solamiz. Yaxshilab maydalasanglar, yeganda xalaqit bermaydi. Paprika, tuz, sarimsoq piyoz va pomidorni qirg'ichdan chiqarib olamiz. So'ng 5 osh qoshiq pista yog'dan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor marinadni tayyorlab qo'ygan go'shtlarimiz, qo'y go'shti, tovuq go'shti va molni ilili suyaklariga surtib olamiz. Hammasini tayyorlab olib, qasqonni birinchi qavatiga ilili suyini ortgan joyi piyoz va sabzi solamiz. Ikkinchi qavatga tovuq oyoqchalari, uchinchi qavatga qo'y go'shtining qo'l qismi va qovurg'ali qismini solamiz. To'rtinchi qavatga molning ilili suyaklari, tabga qarab sabzavotidan solamiz. Hammasini taxlab olganimizdan so'ng qopqog'ini yopib, bitta qaynatib olib, past olovda 3 soat pishiramiz. Bu taomni xuddi shu retsept bo'yicha taom pishirishni bilmaydigan odam ham pishira oladi, chunki olovga qo'yasiz, yoqasiz tayyor. Lekin mazali va juda ham foydali chiqadi. Yaqinlaringizni hayron qoldirishingiz aniq. Narxi ham hamyonbop. Ushbu taomga 300 ming so'm xarajat ketgan, sho'rvalari bilan 10 kishi menimcha bemalol to'ysa kerak. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, like bossangiz xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu joy yangi narsa pishirdim. Siz birinchi tatib ko'ring deb olib keldim. Ishtarasini ochyapti-yu. Rosa mazali chiqibdi. Tandir go'shtiga o'xshaydi. Baraka top bolam.